Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan uglevodlarning hazmlanishi va absorpsiyalanishini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Xo'p, biz birinchi bo'lib sxemani umumiy tushuntira olamiz sizlarga. Ya'ni qanday shu organ va tuzilmalarni tashkil topgan. Birinchi bo'lib og'iz bo'shlig'i, oshqozon, stomach, xo'sh, duodenum 12 barmoqli ichak, intestin ingichka ichak, ya'ni ingichka ichakning boshlang'ich qismi duodenum, to'g'rimi? Jigar, pankreas, ya'ni ingichka ichakning hujayrasi va qon tomir va o'zining transportyorlari. Bularni dars davomida hammasiga tushuntirib boramiz. Demak, birinchi bo'lib og'iz bo'shlig'idan boshlasak, og'iz bo'shlig'ida bundan oldingi mavzuda gapirgandek sizlarga xo'sh, qaysi moddalar bor edi uglevodlarga kiradigan? Glikogen bor edi, ya'ni glikogen o'z navbatida parchalanib glukozga keladigan, to'g'rimi? Ana endi uning boshqa turlarini ham gaplashib chiqamiz. Xo'sh, uning turlari birinchisi bo'lib glikogen. Glikogen, ikkinchisi xo'sh, hayvonlardagi glikogen, ya'ni hayvonlarda glukoza glikogen holati saqlanadi. Xo'sh, o'simliklarda esa kraxmal. Kraxmal ko'rinishi saqlanadi va u o'simliklarda yana kraxmaldan boshqa yana bir modda bor, ya'ni selluloza. Ya'ni selluloza o'simliklarda asosan hujayrasining qobig'ini tashkil topadi. Ya'ni 3 ta katta moddalar, ya'ni uglevodlarning eng katta guruhlarini tashkil etadi. Xo'p, 3 ta modda qanday parchalanishga uchraydi? Ya'ni og'iz bo'shlig'ida. Og'iz bo'shlig'ida birinchi bo'lib salivary gland, ya'ni xo'sh, so'lak bezlari orqali keladigan sekret bilan, ya'ni keladigan fermentlar yordamida qisman parchalanadi. Ya'ni uning nomi nima? Xo'sh, bu fermentning nomi, ya'ni ta'sir qiladigan fermentimizning nomi, ya'ni uchalasiga ham ta'sir qiladi. Qanday ta'sir qiladi? Demak, ta'sir qilib bularni qisman parchalaydi. Qanday parchalanishi hozir buning umumiy sxemasi bo'yicha ko'rib chiqamiz va qanday jarayon kechishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lib polimer holatda joylashgan glikogen, kraxmal va sellulozaning monomerini ko'rib chiqamiz. Ya'ni monomer holatida, ya'ni glukoza, to'g'rimi? Glukoza strukturaviy ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Ya'ni 6 ta uglevodni tashkil topgan oddiy monomer hisoblanadi va mana bu holatda glikogen va kraxmal mana buni glikogen va kraxmal. Glikogen va kraxmalning tuzilishi mana shu holatda. Sellulozaniki bu holatda. Ya'ni bular qanday bog' hosil qilganini hozir ko'rib chiqamiz. Ya'ni nomlab olamiz birinchi bo'lib. Demak, uglerodlar joylashishiga qarab bog' hosil qilishi o'zgaradi. Birinchi uglerod, ikkinchi uglerod, uchinchi uglerod, to'rtinchi uglerod, xo'sh, mana bu qismda beshinchisi va mana bu qismda oltinchi uglerod joylashgan bo'ladi. Ana endi shu uglerodlarning qo'shilishi natijasida glikosid bog'larini hosil qiladi. Glikosid bog'lar, xo'sh, glukoza ya'ni monomerlarning bir-biriga qo'shilishi natijasida uzun zanjir hosil qiladi. Ana shu uzun zanjirni qanday bog'langanini ko'rib chiqamiz. Ya'ni xo'sh, mana bu qismda nima bor edi? Birinchi uglerod bor edi, to'g'rimi? Demak, mana bu qismda bir qo'yamiz. Mana bu qismda necha bor edi? Mana shu qismga to'g'ri kelib qoladi. 4. 1 4, to'g'rimi? Buni ham shunday bog'laymiz. 1 4 1. Demak, ana endi buni nomlab olsak agar, nomi o'zidan bilinib turibdiki, alfa 1 4 glikozid bog'. Xo'sh. Glikozid bog'. Demak, mana shu qism 1-4 glikozid bog' orqali bog'langan ekan. Demak, buni aytdikki, qaysilar uchun umumiy? Glikogen va kraxmal uchun umumiy deb aytdik. Ana endi sellulozaning tuzilishini ko'rib chiqamiz. Sellulozada ham xuddi shu yuqoridagi singari 1-4 bog'lanish bilan bog'lanyapti, lekin buning nomi farq qiladi. Yuqoridagisi alfa bilan bog'langan bo'lsa, ana endi bu beta 1-4 glikozid bog' bilan bog'lanadi. Xo'sh, buning nomini
beta 1 4 glikozid bog'. Ya'ni glikogenik bond deb ataladi. Beta 1 4, ya'ni mana bu qismda qanday bog'lar joylashgan? Bu qismda ya'ni 1 uglerodni bu qismdan olib kelganda ko'rinadi-ganda, xuddi mana bu qismda 6 turibdi. Demak, mana bu yerda 6 bor. Demak, buning nomi 1,6 glikogenik, ya'ni glikozid bog' hisoblanadi. Demak, 1,6 alfa 1,6 glikozid bog'. Demak, nomini oldik, to'g'rimi? Demak, asosan alfa 1 4, beta 1 4 va 1,6 glikozid bog'lar bor ekan. Xo'p, shulardan endi og'izda qanday parchalanishini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, salivar glanddan keladigan fermentning nomi xo'sh, alfa amilaza hisoblanadi. Alfa amilaza glikogen va kraxmaldagi alfa 1 4 glikozid bog'ini buzadi. Ya'ni qanday o'zyapti? Mana shu qismni qaychi singari o'zadi. Ya'ni buning asosiy vazifasi qaychi vazifasini bajaradi. Asosan 1 tur bog'larni o'zadi, 1 tur, lekin shuni qanday 1 turlarni desak, alfa 1 tur bog'larni o'zadi. Beta 1 tur bog'ni o'zolmaydi. Shuning uchun ham organizmda sellyuloza parchalanmaydi. Shuning uchun ham buni umumiy sayohatini ko'rib chiqsak, ya'ni sellyuloza qanday parchalanyapti? Sellyuloza og'iz bo'shlig'i chaynalyapti, oshqozonda tushib saqlanyapti, ingichkaga o'tyapti va bu yerda ham hazmlanishga uchramayapti va shu holatda tashqariga chiqib ketadi. Demak, biz aytyapmizki, hazmlanmasa nima uchun biz uni iste'mol qilamiz? Bu hazmlanmasida lekin ichak faoliyati yaxshilaydi, chunki bu tolalar juda ham o'zida tolalarni juda ham ko'p saqlaydi. Xo'p, glikogen va kraxmal. Glikogen va kraxmal qisman parchalanadi. Aytganimizdek, yuqoridagi 1 tur bog'lar orqali qisman parchalanadi, va lekin alfa amilaza ham qaysi joyini bosib kesolmaydi. 1,6 ni, ya'ni 1,6 ni va bosh qismda joylashgan terminal monomerlarni uzolmaydi. Tushundingmi? Demak, 1,6 va terminal bog'larga tegisha olmas ekan. Faqatgina uzoqroq qismida joylashgan, ya'ni o'zidan terminal qismdan uzoqroqda joylashgan uzun zanjirdagi 1 tur bog'larni uzishda yordam berar ekan. Demak, ana endi buni o'zgarishlarini birin-ketin ko'rib chiqamiz. Demak, glikogen va kraxmal oshqozonga tushadi. Oshqozonda hech qanday o'zgarish uchramaydi. Chunki oshqozonning vazifasi nima? Oshqozonning vazifasi ovqatni saqlash va aralashtirish. Tushundingmi? Demak, bizga hozir oshqozonning vazifasi kerak emas. Xo'p, ana endi yuqoridagi alfa amilaza ham og'izdan qizilo'ngach orqali o'tib oshqozonga tushadi. Oshqozonda esa o'z faoliyatini yakunlaydi. Alfa amilaza. Nima uchun? Chunki oshqozonimiz kislotali muhit. Alfa amilaza esa faqatgina ishqoriy muhitda faoliyat yuritadi. Chunki og'izdagi bo'shliq ishqoriy muhit. Oshqozon kislotali muhit. Chunki bu yerda xilaj tashlab chiqariladi. Demak, mana shu qismga uglevodlar keldi, to'g'rimi? Ana endi uglevodni yuqoridagi strukturaga jihatdan yozib olamiz. Xo'sh, taxminiy mana shu holatda bo'ladi. Shu holatda kelgan uglevodlar va oshqozondan tushgan kislotali muhit duodenim, ya'ni 12 barmoqli ichakda joylashgan hujayralarni aktivlaydi. Va bu hujayralar bizga shunday bir ferment ajratadi. Ya'ni buni CCK deb ataladi. Ya'ni ingliz tilida CCK deb ataladi. Ya'ni buni o'zbek tiliga nomi hemocystokinin. Xo'p, to'liq nomini mana shu qismga yozib qo'yaman. Demak, Hemocystokinin vazifasi nima? Hemocystokinin, xo'sh, bu ana endi qayerga ta'sir qiladi? Hemocystokinin pankreas hujayrasiga ta'sir qila boshlaydi va pankreasda nimalar ishlab chiqara boshlaydi? Pankreatik sharbat ishlab chiqariladi.
pankreatik sharbat ishlab chiqariladi va pankreatik sharbat umumiy o't yo'liga quyiladi va bu yerdan o't ham kelyapti, quyilib bo'shliqqa chiqadi. Bu joyda, ya'ni bu qismda uglevodlarga o't faoliyati bizga muhim emas. Ya'ni o't suyuqligi karbohidratlarni hazmlanishiga bevosita ham, bilvosita ham amaliy vazifa bajarmaydi. Demak, bu fermentimizning nomi yuqorida gaplashgan alfa amilazamiz bilan bir xil. Demak, alfa amilaza. Alfa amilazaning vazifasi nima dedik? Xo'sh, yuqori molekulyar polimerlarni disaxaridlarga parchalash. Demak, disaxaridlarga parchalab qanday holatlarga olib keladi? Ya'ni ikkita holatga olib kelishi mumkin yoki shu holatda ikkita emas, uchta holatga olib kelishi mumkin yoki yuqorida aytdikki, biz alfa amilaza bir olti bog'ini ham uzolmaydi dedik, to'g'rimi? Demak, mana shu holatda ham disaxarid hosil bo'ladi. Ya'ni bu disaxaridni mana shu holatda yozamiz. Va bizga yana bir ikkita disaxaridimiz qoldi. Xo'p, bularning nomi: birinchisi maltoza. Maltoza, ikkinchisi maltotrioza, ya'ni 3 ta monomer tashkil topgan. Maltotrioza, uchinchisi, ya'ni bir olti bog'ining uzilmasligidan hosil bo'ldi, to'g'rimi? Buning nomi alfa dekstrin ataladi. Alfa dekstrin. Alfa dekstrin deb ataladi. Ana endi bu ikkalasi ham o'zimizga ma'lum bo'lgan saxaroza va laktoza. Laktoza. Ana endi disaxaridlarga parchalab oldik. Ana endi buni disaxaridlar xo'sh, hujayralardan o'tib qonga absorpsiyalanmaydi. Absorpsiyalanishi uchun, ya'ni absorpsiyalanishi uchun bizga nima kerak? Monomerlar holatiga o'tkazishimiz kerak. Monomer holatiga o'tkazishimiz uchun ana endi bizda xo'sh, devor oldi hazmlanish jarayoni ketadi. Ya'ni devor oldi hazmlanishda xo'sh, mana shu qismda fermentlar ishlab chiqarila boshlaydi. Va bu fermentlar nima qiladi? Disaxaridlarni monosaxaridlarga parchalaydi. Misol uchun maltozani maltaza, maltotriozani maltotriaza, ya'ni oza qo'shimchasini olib maltotriaza, ya'ni aza qo'shimchasi qo'shiladi va o'sha fermentning nomi kelib chiqadi. Alfa dekstrin yana bir nom bilan izomaltaza deb ataladi. Ya'ni shu uchun ham buni fermenti izomaltaza hisoblanadi. Xo'p. Nimalar hosil bo'lishini yozib chiqamiz. Maltoza va maltotrioza parchalansa, ya'ni ikkalasi parchalanishidan glyukoza hosil bo'ladi. Maltozadan 2 ta, maltotriozadan 3 ta. Chunki 3 ta monomer turibdi. Alfa dekstrin. Alfa dekstrindan ham 2 ta glyukoza hosil bo'ladi. Xo'sh, saxaroza. Saxarozadan bitta glyukoza va bitta fruktoza hosil bo'ladi. Laktoza esa hammamizga ma'lum. Demak, bitta glyukoza va bitta galaktozaga parchalanadi. Demak, ana endi bizga ma'lum bo'lgan monomerlar. Xo'sh, necha xil monomer hosil bo'ldi bizga? Birinchisi glyukoza. Demak, glyukoza, bu ham glyukoza, fruktoza va oxirgisi galaktoza. Demak, biz 3 xil monosaxarid hosil qilib oldik, to'g'rimi? 3 xil monosaxarid ana endi xo'sh, qonga qanday qilib bosqichma-bosqich o'tadi? Ya'ni qonga o'z-o'zidan o'tmaydi va transporterlar yordamida o'tishi kerak. Va mana shu transporterlarga ta'rif beramiz, qanday xo'sh, transporterlardan foydalanyapti va qanday qilib o'tyapti. Demak, boshladik. Xo'sh, buning uchun boshqa mana shu qismni yozib olamiz. Xo'p. 3 ta modda hosil bo'ldi, to'g'rimi? Galaktoza, glyukoza va fruktoza.
3 ta monomer hosil bo'ldi. Bundan ortiq monomer yo'q. 3 ta monomer hosil bo'ldi. Ana endi bularni tashlashi qanday? Galaktoza va glyukoza bitta transporter orqali tashiladi, fruktoza alohida transporter orqali tashiladi. Ya'ni birinchisi segeletli transporter orqali tashiladi. Ya'ni buni tushunib olish uchun birinchi bo'lib qanday ishlashini ko'ramiz. Keyin uni ta'rifiga o'tamiz. Xo'sh, bu segeletli darvozasini ishlash uchun, xo'sh, nomini mana shu qismga yozib qo'yaman. Segelet1. Xo'sh, segelet qanday ishlaydi? Birinchi bo'lib hujayrada natriy gradienti hosil qilishda boshlanadi. Ya'ni 3 bosqichda boshlanadi. 3 bosqichda ishlaydi. Mana shu qismda mana shu yerda ATfaza joylashgan bo'ladi va bu ATFdan foydalanadi. ATFdan foydalanadi. Va bu o'z navbatida nima qiladi? Ichkaridan 3 ta natriyni tashqariga olib chiqadi. 3 ta natriyni tashqariga olib chiqadi va tashqaridan 2 ta kaliy ionlarini ichkariga olib kiradi. Kaliy. Demak, ana endi ko'rib turganingizdek, ichkaridagi natriy ionlari tashqariga chiqa boshladi, to'g'rimi? Ichkarida natriyning ionlari miqdori kamaydi. Demak, ichkarida natriy kamaygani bunday shuni bilishimiz kerakki, ichkarida natriy gradienti hosil bo'ldi. Ana endi mana shu natriy gradientlari hosil bo'lib, ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi bosqichda nima bo'ladi desangiz, ana endi hazm qilish traktida kelgan natriy ionlari orqali segelet darvozasi orqali kirib, hujayra o'ziga kerak bo'ladigan natriyni so'rib oladi. Xo'p, bu qanday kechadi? Birinchi bo'lib, natriy darvoza orqali ichkariga kiradi. Natriy ichkariga kirdi, to'g'rimi? Natriy ichkariga kirgan paytda natriyning ichkariga kirishidan foydalanib, ya'ni energiyasidan foydalanib, galaktoza yoki glyukoza shu darvoza orqali ichkariga kiradi. Demak, ichkariga kirdi. Ichkarida ham bularni yoza olamiz. Qisqartma qilib glyukoza va bunisini galaktoza. Xo'p, glyukoza galaktoza ichkariga kirdi va natriy anini qanday chiqib ketadi desak, natriy shu quyidagi transporter orqali, ya'ni ATfaza orqali tashqariga chiqadi va bu sikl davom etaveradi. Ana endi fruktoza qanday o'tadi degan savolga javob beramiz. Xo'p, fruktoza, ya'ni ichakida hosil bo'lgan fruktoza maxsus transporter orqali o'tadi. Ya'ni buning nomi glut deb ataladi. Ya'ni glutning ham qaysi turi desak, glut 5. Glut 5 transporter orqali ichkariga o'tyapti, to'g'rimi? Xo'sh. Fruktoza ichkariga o'tdi. Xo'sh, fruktozani o'tishga, ya'ni fruktozani ichkariga o'tishga hech qanday natriy yoki hech qanday ATF kerak emas. Tushundingmi? Xo'sh, buning o'zi osonlashgan diffuziya orqali o'tadi. Osonlashgan diffuziya degani nima? Osonlashgan diffuziya degani konsentratsiya yuqori joydan konsentratsiyasi kichik joyga moddalarning o'tishi. Ya'ni qachonki ichakda fruktozaning konsentratsiyasi oshib ketsa, glut 5 orqali ichkariga kira boshlaydi. Tushundingmi? Lekin mana bu segelet1, ya'ni glyukoza galaktozaning transporteri bunga konsentratsiya muhim emas. Bu asosan natriyga muhtojligiga qarab harakat qiladi. Ya'ni juda ham kam miqdorda glyukoza galaktoza bo'lsa ham uni so'rib oladi. Ana endi xo'sh, hujayrani ichiga o'tkazib oldik. Ya'ni hujayraning ichidan qonga qanday o'tadi? Qonga uchala monomer ham bir xil holatda o'tadi. Ya'ni xo'sh, rangidan ko'rinib turibdi. Demak, bu ham glut transporter hisoblanadi. Ya'ni glutning xo'sh, ma'lum bir turi. Glut 2. Glut 2 transporterlari orqali ichkariga o'tadi. Demak, glyukoza, fruktoza va
galaktoza. Mana endi monomerlarni qonga chiqarib oldik. Ana endi qonda chiqqan glyukoza, galaktoza va fruktoza jigarga yuboriladi. Ya'ni barchasi faoliyati davomida hammasini jigarga kelishi rag'batlantiriladi va jigarda o'zining metabolizmi kiradi. Misol uchun glyukoza glikoliz yo'liga, galaktoza metabolizmiga, fruktoza metabolizmiga kiradi. Ana endi sizlar bilan bir nechta kasalliklar haqida gaplashib chiqamiz. Ichakda disakkaridlar, maltotriyoza, dekstrin, saxaroza, laktoza ma'lum bir fermentlar orqali parchalanib, monomerik parchalanayotgan, to'g'rimi? Agarda mana shu fermentlar yetishmovchilik bo'lsa, qanday jarayonga kechadi? Agarda misol uchun laktoza bilan ko'ramiz. Aynan mana shu laktozaning parchalanadigan laktoza fermenti ishlab chiqarilmay qolganda, laktoza parchalanmay qoladi. Parchalanmagandan keyin glyukoza va galaktoza hosil bo'lmaydi va ichkariga o'tib qonga so'rilmaydi va ichakda qolib ketadi. Ichakda qolib ketgan laktoza bu shakar, to'g'rimi? Shakar o'ziga suv tutadi, osmotik aktiv modda va hujayralardan o'ziga suv tutish natijasida bu ichakda suyuqlik ko'payadi va diareya hosil bo'ladi. Birinchi yomon tarafi shu, ya'ni laktozaga intolerans kasalligining birinchi salbiy tarafi bu diareya hisoblanadi. Ana endi ikkinchi va uchinchi jihatlarni aytadigan bo'lsak agar, ya'ni qarang. Bu ichakdagi bakteriyalar orqali parchalanish natijasida, bir atomli gazlar hosil qiladi. Misol uchun karbonat angidrid, vodorod, metan hosil qiladi va boshqa moddalar ham hosil qiladi va bu moddalar gaz, to'g'rimi? Va oshqozonda gazlarning ko'payishi natijasida meteorizm hosil bo'ladi. Tushundingmi? Meteorizm hosil bo'ladi va o'z navbatida bu ham noqulaylik keltirib chiqaradi. Bu bitta kasalligimiz edi. Agarda bizda transportyorlar gaplashdik, to'g'rimi? Agarda transportyorlarimiz ishlamay qolsa ham bizga bu muammo hisoblanadi. Ya'ni glut 5 yoki seglet 1 ishlamay qolsa, o'z navbatida galaktoza, glyukoza, fruktoza ham tashqarida qolib, ya'ni ichak bo'shligida qolib, bular ham suv tortib diareya olib kelishi mumkin. Tushundingmi? Agarda seglet 1 ishlamasa, glyukoza bilan galaktoza muammo bo'ladi, fruktoza o'taveradi. Agarda glut 5 da muammo bo'ladigan bo'lsa, fruktoza o'tmaydi, glyukoza va galaktoza o'taveradi. Va bularni oldini olish uchun, misol uchun seglet muammo bo'lsa agar, faqat fruktozaga boy mahsulotlarni iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi sizlar bilan glyukoza transportyorlari haqida batafsil gaplashib chiqamiz. Xo'p, glyukoza transportyorlari ikkiga turga bo'linadi. Ya'ni natriyga bog'liq va natriyga bog'liq bo'lmagan transportyorlarga bo'linadi. Bundan oldin ham gaplashib chiqdik. Ya'ni seglet 1, 2 va glutning 1 dan 5 gacha turi, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5. Xo'sh, glutni aslida 14 dan ortiq turi aniqlangan, lekin bizga asosan 4 ta turi kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib glut haqida gaplashib chiqamiz. Qanday turlar bizlar bilishimiz kerak va qayerlarda bo'ladi? Birinchisi bo'lib, ya'ni natriyga bog'liq bo'lmagan, ya'ni buni bundan oldin tushuntirib o'tdim. Nima uchun natriyga bog'liq emas? Ya'ni bu faqatgina diffuz o'tadi. Hech qanday ATF, hech qanday natriy kerak emas. Xo'p, glut 1 asosan qayerda bo'ladi? Eritrosit, GEP, ya'ni gepatoensefalitik baryer va miyada bo'ladi. Agarda glut 1 transportyorlari yetishmasa, ya'ni ishlamay qolsa agar, miyada o'zgarishlar kelib chiqadi. Qanday o'zgarish bo'lishi mumkin? Ya'ni miyada ensefalopatiya va boshqa o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Nima uchun? Chunki glut 1 transportyor ishlamasa, ichkariga oziq modda, ya'ni glyukoza kirmaydi. Tushundingmi? Glyukoza kirmagandan keyin o'z navbatida miyada ochlik boshlanadi va miya ichida suyuqlik to'planadi va boshqa o'zgarishlar kuzatila boshlanadi. Xo'p, keyingisi glyukoza 2 transportyorlari jigarda, pankreas hujayralarida va ingichka ichakda bo'ladi. Aynan glut 2 haqida gaplashsa, ya'ni glut 2 bu konsentratsiyasi yuqori bo'lsagina oshadi. Ya'ni konsentratsiya yuqori bo'lgan paytda ko'p ishlaydi. Xo'p, qanday konsentratsiyasi yuqori? Nimani konsentratsiyasi yuqori desanglar, bu glyukozaning konsentratsiyasi qilib ishlaydi. Ya'ni glut 1 asosan glyukozaning miqdori 1 millimol bo'lganda, ya'ni 1 millimol bo'lganda ham ishlaydi. Normada 4-6 millimol bo'ladi.
qonda juda ham kam bo'lsa, ya'ni 1 millimol bo'lsa ham o'zlashtirishni oshiradi. Ya'ni eritrosit, gepatensefalik baryer orqali miyaga o'zlashtirishni oshadi. Ana endi nima uchun juda ham bazal aptek orqali, ya'ni juda ham kam miqdorda olishimiz bu bazal aptek deyiladi. Nima uchun 1 millimol bo'lsa ham olyapti? Chunki eritrositlarda misol uchun xo'sh, boshqa moddalardan foydalanolmaydi. Faqatgina glyukozdan foydalanish kerak, chunki bu yog' yoki boshqa narsadan foydalanolmaydi. Yoki miya ham misol uchun yog'lardan foydalanolmaydi. Shuning uchun ham faqatgina glyukozlardan foydalanganligi uchun 1 millimol aptek chegarasida bo'ladi. Ana endi ikkinchisi esa 15 millimol. Bu degani qachonki qonda miqdori oshib ketsagina jigar, pankreas va ingichka qabul qiladi. Tushundingmi? Ya'ni ingichka ichagidan qonga o'tadi yoki pankreasga yoki jigarga borib ta'sir qiladi. Tushundingmi? Ana endi GLUT3 transportyorlari, GLUT3 transportyorlar ham GLUT1ga o'xshash ta'sir vazifa bajaradi. Asosan neyronda, buyrakda va platsentada bo'ladi. Tushundingmi? Platsentada faqatgina GLUT3 emas, GLUTning boshqa turlari ham bo'lishi mumkin. Xo'sh, buni olishi bu ham bazal aptek oladi. Xo'sh, 1 millimol hisoblanadi. Xo'p, to'rtinchisi GLUT4 haqida gaplashishdan oldin GLUT5 haqida gaplashib chiqamiz. GLUT5 qanday transportyor? Buni oldin aytganimizdek, ingichka ichagida fruktozani metabolizm, ya'ni fruktozani o'zlashtirish uchun qatnashganda, o'z navbatda spermatozoidda ham bo'ladi. Ya'ni spermatozoid asosan fruktozdan foydalanadi degani bu. Chunki GLUT5 faqatgina fruktozani o'tkazadi, shuning uchun ham spermatozoid faqatgina fruktozdan oziqlanadi. Ana endi GLUT4 haqida gaplashib chiqamiz. GLUT4 bu skelet, muskul va yog' to'qimalarida bo'ladi. Va bu GLUT4ning boshqa glutlardan farqli jihati bu insulinga bog'liq holatda ishlaydi. Tushundingmi? Chunki insulinga bog'liq jihatdan GLUT1 bog'liq bo'lmaydi, GLUT2 bog'liq bo'lmaydi, GLUT3 ham bog'liq bo'lmaydi va GLUT5 ham insulinga bog'liq emas. Faqatgina GLUT4 ning o'zigina insulinga bog'liq holatda ishlaydi. Ya'ni 1, 2, 3 va 5-turlari insulin bo'lmasa ham glyukozni o'zlashtiraveradi. Ya'ni bularga insulin kerak emas. Lekin GLUT4 ishlash uchun insulin kerak bo'ladi. Tushundingmi? Ana endi qanday degan savolga javob beramiz. Xo'sh. Buni o'zlashtirishi 8 millimol desak bo'ladi. Xo'p. Quyidagi rasmni hujayrada keltirib o'tilgan. Ya'ni hujayrada qanday jarayon kechyapti? Insulin qachon oshdi? Organizmda glyukoz, ya'ni qonda glyukoz oshganligi sababli pankreatik beta hujayralarda insulin ajrab chiqarish oshadi. Insulin ajrab chiqarish oshgandan so'ng bu hujayralarga ta'sir qila boshlaydi. Ya'ni maxsus tirozin kinazali retseptorlarga ta'sir qiladi. Ya'ni bu retseptorning nomi nima dedik? Xo'sh. Tirozin kinazali. Tirozin kinaza. Demak, tirozin kinazalari retseptorlar orqali ta'sir qilib, hujayra ichidagi vezikularida joylashgan GLUT transportyorlarini ochib yuboradi. Ya'ni qaysi transportor? GLUT4. To'g'rimi? Mana shu to'rtalasi ham GLUT4 hisoblanadi. Aynan mana shu vezikula ichida joylashgan GLUT4 ga ta'sir qilish natijasida bu vezikulalar hujayra membranasiga yopishadi. Ya'ni bu holatdan mana bu holatga o'tadi. Tushundingmi? Bu holatga o'tgandan so'ng, ya'ni qonda turgan glyukoza, mana qizil nuqtalar orqali glyukozani ifodalaymiz. Glyukoza ana endi mana shu transportyor orqali ichkariga kira boshlaydi. Ya'ni misol uchun mana bu transportyor bu orqali ichkariga kira boshlaydi. Ichkariga kiradi va hujayra ichkarisida glyukoza o'zlashtiriladi. Va undan keyin metabolizmlarga kirib ketadi. Misol uchun glyukozdan glikogen yoki glikoliz orqali energiya hosil qilish mumkin. Xo'sh, yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Xo'sh, doimo insulindan foydalanadimi? Ba'zi bir holatlarda, ya'ni mashq qilish jarayonida ham 5 AMF orqali glyukoza insulin ta'sirisiz GLUT4ni hujayra membranasiga aktivlab qo'yishi mumkin. Tushundingmi? Ya'ni qandli diabetga uchragan bemorlarda, ya'ni asosan ikkinchi tip bemorlarda, ikkinchi qandli diabetning birinchi turida insulinda pankreatik beta hujayra insulin ishlab chiqarmasa, ikkinchi turida
Xo'sh, mana shu retseptorlar, ya'ni insulinga javob beradigan retseptorlar ishlamaydigan bo'ladi. Ya'ni tiroziin kinazar retseptorlar ishdan chiqqan bo'ladi. Mana shunday paytda bu bemorda mashq qilish, muntazam mashq qilish so'raladi. Nima uchun? Mashq qilganda inson organizmiga glyukozaga ehtiyoj oshganligi uchun glyutor transportyorlari insulinga bog'liq bo'lmagan holatda hujayra membranasiga chiqa boshlaydi. Ekspressiya qilinadi. Tushundingmi? Ekspressiya qilingandan so'ng glyukoza ichkariga kirib, muskul uchun kerak bo'ladigan vazifalarni bajaradi. Yaxshi. Ana endi sizlar bilan glyukozaning transportyorlari haqida gaplashib bo'ldik. Endi segilit haqida gaplashamiz. Xo'p. Shu qismni o'chirib yuboraman. Xo'p, bitta hujayra chizib olamiz. Hujayra va hujayrada segilatni birini joylashtiramiz. Ya'ni S G L T 1. Demak, segilatni birini bundan oldingi slaydda gaplashib chiqdik. Ya'ni nima bo'ldi? Natriyga bog'liq holatda, ya'ni natriyga bog'liq holatda ikkita natriyni ichkariga olib kirish orqali o'zi bilan glyukoza va galaktozani olib kirib ketdi. To'g'rimi? Glyukoza va hop, glyukoza va galaktoza ichkariga kirdi, to'g'rimi? Keyinchalik esa hujayraga o'tgan glyukoza va galaktoza keyinchalik GLUT2 transportyorlari orqali, ya'ni konsentratsiya gradientiga bog'liq bo'lgan, ya'ni yengillashgan diffuziya orqali harakatlanadigan GLUT2 transportyorlar orqali hujayradan tashqariga o'tib ketadi. GLUT2. Galaktoza va glyukoza. Ana endi segilit 2 ham xuddi shunday vazifa bajaradi. Mana bu qismda yozib qo'yganmiz, ya'ni segilit 1 ingichka ichakda joylashgan, segilit 2 esa proksimal nayda joylashgan. Tushundingmi? Proksimal nay qayerda? Buyrakning birinchi proksimal naylarida joylashgan. Xo'p. Proksimal naylarda joylashgan segilit 2 qanday vazifasini bajaryapti? Bu segilit 1 absorpsiya vazifasini bajarayotgan bo'lsa, segilit 2 ana endi absorpsiya vazifasini bajaradi. Tushundingmi? Ya'ni siydik bo'shlig'idan, ya'ni siydik hosil bo'ladigan bo'shliqdan qonga glyukozani o'zlashtirib berish. Tushundingmi? Ana endi segilit 2 ni bizga bloklaydigan bir qancha dori vositalarimiz bor. Xo'sh. Birinchisi, xo'sh, bu GLUT2 ni bloklaydigan, segilit 2, segilit 2 ni bloklaydiganlar gliflozinlar deb ataladi. Ya'ni qanday turlari bor? Kana gliflozin, dopagliflozin va empagliflozin. Empagliflozin. Bu uchala dori ham birgalikda, demak, uchala dorimiz ham birgalikda segilit 2 ni ingiberlab qo'yadi. Ishlamagandan so'ng, xo'sh, o'z navbatida, xo'p, mana shu qismni misol uchun segilit 2 deb tursak, siydik bo'shlig'idagi glyukoza demak qonga qaytib o'ta olmaydi. Bundan kelib chiqyaptiki, agarda bu dorilarni bersak,
biz tanadagi glyukozani yo'qotishimiz osonlashadi. Tushundingmi? Demak, qaysi kasalliklar desangiz, qandli diabetning 2-turi va buyrak yetishmovchiliklarida qonda glyukoz ko'payib ketgan bo'ladi, to'g'rimi? Ana endi shu glyukoz ko'payib ketgan paytda bu biz uchun zarar hisoblanadi. Ana endi buni chiqarib yuborish uchun mana shu 3 ta doridan foydalanamiz. Bu 3 ta dori sekretonikni bloklaydi va glyukozani qayta reabsorsiya bo'lishini bloklab qo'yadi. Va shuning natijasida biz kasallikka qarshi davo chorasini topgan bo'lamiz. Xo'p. Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzularim shulardan iborat edi. Keyingi mavzu ko'rishguncha xayr.